Bizni o'ldiradigan narsa ham, tirik qoldiradigan narsa ham bir xil gaz. Bu kislorod. Biz uni ko'rmaymiz, hidlamaymiz, lekin har bir yurak urishi va har bir fikr uning ishi. Kislorod hayotning sirli dvigateli. Nafas olayotganimizda kislorod molekulalari o'pkadagi alveolalarga kiradi. Alveolalar bu o'pka ichidagi kichik sharsimon sumkalar. U yerda kislorod qonimizga o'tkaziladi va har bir hujayraga yetadi. Kislorod hujayralarga yetib borgach mitoxondriyada ishlaydi. U ovqatdan energiya ishlab chiqaradi. Bu energiya ATP deyiladi. ATP hujayramizning yoqilg'isi, yurak urishiga, miyani fikrlashiga, mushaklarni qimirlashiga javobgar. Agar kislorod bo'lmasa, hujayralar energiya ishlab chiqara olmaydi. Miya hujayralari atiga 4-5 daqiqada zarar ko'radi. Qiziq tomoni, yer kislorodning katta qismini o'rmonlardan emas, okeandagi fitoplankton, mikroskopik suv o'tlari tomonidan ishlab chiqariladi. Har doim nafas olganingizda siz okeandan qarzdor bo'lasiz. Endi savol, agar kislorod ko'payib ketsa nima bo'ladi? Buni davomini ikkinchi qismda bilib olasizlar. Ungacha bu videoni do'stlaringizga jo'natib qo'ying va bizga obuna bo'ling.